Assalomu alaykum. Bizda bunday tualetlar chiqdi. Tualet betondan qurilgan. Osti divorlari kirishasi polni beton. Betonning qalinligi 11 santimetrdan osti o'diz. Bundaysi var, toshinasi 10 santimetr. Sigazga polni bitta qo'yilgan, atpolga to'qilib tayyor. Kafelda joylashgan, dimoxotori bor. Svetal montaj bo'lgan. Qo'yib sразу ishlatsa bo'ladi. Ruchkalar qo'yilgan, mana bekitib turgan zamoklar ham bor. İchiga kirsak, ichi kengroqlar mana. O'ta yaxshi chiqqan, buyuk. Nimalar ham distan bo'lgan, temir. Katov varianti. Tualet ichi 120, sirti 140. Vысотасы 260. Olgandan keyin o to'kni ulab qo'ysanglar bo'ldi, sirada ishlayveradi. Sveti ham. Bularni olib o'rnatib, ustanliklar qilib beradi, xudo xolasa. Kimga shunday tualetlar kerak bo'lsa, chalsangizlar, tayyorlab beramiz. Betonning ustiga bag'anday men tortib qo'yganmiz. Maktab tuzib yaxshi qo'ydik. Dimoxotori ham bor, mana do'stlar.